tanga o'yini orqali 200 ming so'm pul ishladim va uni kartamga yechib oldim. Pul kelib tushdi. Hozir men sizlarga buni qanday qilganimni o'rgataman. Tanga o'yini orqali pul ishlashni hozir ko'rib chiqamiz. Yuborish tugmasini bosib, ishlagan tangangizni do'stingizga jo'natsangiz bo'ladi. Mining degan joydan 100 ta starsga soatiga 600 tanga ishlab turar ekan. 300 ta stars kirsangiz soatiga 18 tanga sizga beriladi. O'zi ishlab turadi tangani. Keyin bu yerdan ishlagan tangangizni kartangizga yechib olsangiz bo'ladi. Rublga, Uzkartga, Vizaga va yuborish tugmasini bosasiz va mana bu yerda chekni rasmi turibdi. U yerda siz yechib olgan pullaringiz muvaffaqiyatli degani, uje to'langan degani. Agar kutilyapti desa, hali to'lanmagan bo'ladi. Bu bot 100% to'lovda. Men hamma yechgan pullarim tushgan. Vazifa bajarganingizga pul beradi va kunlik va soatlik tangalar yig'ish imkoniyatini olsangiz bo'ladi. Reyting degan joydan nechinchi o'rinda turganingizni ko'rsangiz bo'ladi. Profil degan joydan mening do'stlarim degan joyga bossangiz, bu yerda taklif qilish degan joy bor. O'sha yerdan zivkani saqlab olib do'stlaringizga taklif qilsangiz, har bitta do'stingizga 5000 tanga yig'ib olsangiz bo'ladi.